Hasan akaning ishi bo'lsa kerak-da, ustamandan qurilish mollarini juzaga sken ekan, uyda ustida ishlayapti ekanlar. Ha, keyin bo'ladi. Qayerdan xarid qilishdi? Hasan aka, Hasan aka. Ha. Keyin bolalar. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'g'lingiz ustaman qurilish mollaridan xarid qilmoqchi edi. O'taman degandi, o'tmadi. Nima xarid qilmoqchi edi? Nima olar ekan bu? Pulni qayerdan olar ekan? Hasan. Shu bolaga ish yo'qmi, ha? Jonimga tegdi bu yo'q joydan zakaz qilib olib mahsulotlarni olib. Nima olish kerak ekan? Hammasi yetarli-ku. Bor pul topib olaversin. Dada to'xtang, qarang. Do'kamizda ustaman qo'zmaga ochilyapti. Narxlari ham hamyonbop narxlarda ekan. Dam olish kunlarisiz ishlar ekan. O'tdi soatini qarang. Ertalabki 8 dan 22:00 gacha ishlar ekan. Liboy payti borib, xohlagan narsangizni xarid qilsangiz bo'lar ekan. Turbalar ham bo'ladimi ekan? Hamma narsa, hamma mahsulot bor ekan. Barovoy narsalari. Shuni kirasiz magazinga, ko'zingiz chaqnagan narsani olib ketishingiz mumkin. Arzon narxlarda ekan. Shoqa borib bitta ko'raylik. Men ustachilik qilaman, borsam bonusi bormi? Bonuslari ham bo'lsa kerak, dada. Billa borib ko'raylik. Turbalar narxini bilaylik, yur. Agar shu yerdan olib qo'yamiz-da. Bo'ldi, dada.